Qizligini 8 yildan buyon ololmagan bo'lsangiz, farzandlik sababini siz mendan ham yaxshiroq bilasiz-ku, nimaga yashirib kelgansiz? Endi shunaqa bo'lgan. Hozir mana ayolingiz yetmasa, bugungacha bo'lgan doktorlarni ham shunaqa aldab kelganmilar? Nima uchun yashirib kelgansiz doktorlardan? Bu narsani yechim borligini bilmagandim. Hozir bemor 8 yillik turmushda ayoli bilan yashaganlar, lekin mutlaqo jinsiy aloqaga kirisha olmaganlar. Ereksiya bo'ladi, aloqa paytida uxlab qolaveradi. Jinsiy aloqa bo'lmagandan keyin bolani laylak tashab ketmaydi-yu, sodda qilib tushuntirsam. Bu holatda yechimi yo'q deb o'ylab 8 yilda o'tkazib olganlar. Oxiri mana ayollari portladi. Agar sizda jinsiy ojizlik bo'lsa, aloqaga yaroqsiz bo'lsangiz, implant qo'yish operatsiyasi sizni mutlaqo bu darddan xalos qiladi. Ushbu bemorimizga implant qo'yamiz va 6 haftadan so'ng mutlaqo jinsiy ojizlik degan muammo qolmaydi. Bemor shunda o'zi farzandli bo'la oladi, chunki urug' tahlillarida mutlaqo muammo yo'q. Faqatgina aloqa qila olmaganlar, qizligini ola olmaganlar. Implant operatsiyasi sizga qiziq bo'lsa, kommentariyada implant so'zini yozib qoldiring. Sizga shaxsiy xabardan to'liq ma'lumot beramiz.